Opajon, sizga bitta zo'r sovg'am bor. Faqat u uchun menga yashayotgan uyingizni taxminan 1 oyga berib turishingiz kerak bo'ladi. Maylimi? Mayli. Tayyormisizlar bolalar? 1, 2, 3. Yo'qmi? Rahmat. Ko'rib turganingizdek, yana bitta oilani xursandchiligiga sababchi bo'ldik. Bu xursandchilikning orqasida juda ham ko'plab mehnatlar turibdi. Juda ham ko'plab insonlarning hissasi qo'shilgan bunda. Ko'rasizlar, birlashamiz, juda ham ko'plab insonlarning xursandchiligiga sababchi bo'lamiz, katta muammolarni hal qilamiz. Shuning uchun biz bilan bo'ling, hoziroq menga obuna bo'ling. Xudo xolasa biz yana ham davom etamiz. Bolalar, ko'rishguncha.